Mana kofenchi pul. 5000 so'm. Ikkita berib bering. Ye, ha? Ne? İşte kofe. He, mana nechi pul? 10.000 so'm. Mashina olaman, kofe kerak emas. Hop, qarani bo'ldi. Mana 500.000 so'm pul. O'zi bitta savol beraman, kim to'g'ri javob bersa, 500.000 pulni bir hafta dam oladi. Tushunarlimi? Tushunarli. Tushunarli bo'lsa, hop. Kim o'sidi? Men. Voy, to'xta, qayerga ketdingsan? Savolingizni to'g'ri javob berdim-ku. Bir hafta dam olaman, pul meniki. Assalomu alaykum, aka, mana nechi pul? Va alaykum assalom ukom. Bunimiz 100.000 so'm. Ye, anaga 50.000 bu vitrinaga. Ha, bu o'zi yozilishi 50.000 so'm, o'zi 100.000 so'm ukom bu. Ye, okajonim bo'lmas, tushundim, mashina emasmi? Mana 100.000. Ye? Bu 10.000 so'm-ku. Oka, yozilishi 10.000 so'm, o'zi 100.000 so'm, rahmat. Vay. Sarg'iyoq qasri yaxshi. Ye? Sizdan 20.000. Ye, endi bunaqa yo'l o'tdingmi? Ha, bo'pti, o'zim sarflang bo'lsa bering, olaman. Ha, bo'ldi, o'zimning salafaningizni so'raman, ukom. Bas. Trendingiz tiqing. Bir, ikki, uch. To'xta ukom. Pulni sanalmaydi. Qara. Mana qilib sanasa o'zingga tortib pul shunda o'zingga keladi. Mana o'qisa ketadi sendan pul, tushundingmi? So'ka. Kallani ishlatsangiz pul o'zi keladi. Mol go'shtga bersangiz pul ketadi. Nima menga nodisa, ha? Pul kelib ketsin, sanashga nima aloqasi bor? To'poymisiz? Hop, qarani bo'ldi. Mana 500.000 so'm pul. O'zi bitta savol beraman, kim to'g'ri javob bersa, 500.000 pulni bir hafta dam oladi. Tushunarlimi? Tushunarli. Tushunarli bo'lsa, hop. Kim o'sidi? Men. Voy, to'xta, qayerga ketdingsan? Savolingizni to'g'ri javob berdim-ku. Bir hafta dam olaman, pul meniki. Aka, mana nechi pul? 14.000 so'm. Mana 50.000 so'm, qaytim kerak emas, teshib chiqsin, o'zimsan. Voy, bak kelgin. Men mana 50.000 pulingni, chips ham kerak emas, puling ham kerak emas. Bukkunincha yegin, tushundingmi? O, rahmat, buncha zavis aka, mana ikkitasini ham olaman. Voy, sneakers sepga baqa. Mana kofenchi pul. 5.000 so'm. Ikkita berib bering. Ye, ha? Ne? İşte kofe. He, mana nechi pul? 10.000 so'm. Mashina olaman, kofe kerak emas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima ishga kech keldingsan? Siz ham oling, kechib yuribsiz-ku. Kech bo'lsa ham beribman-ku. Men ham kech bo'lsa ham kelibman-ku, oling, vaqtda bering, vaqtda kelaman. Ha, mayli, kech kelaver. Nohaq yumilgan ko'zimga qoyil. Bismillah. Bir og'iz chiqmagan so'zimga qoyil. Bismillah. Chidolmadim deya dod faryod solib, bariga chidagan o'zimga qoyil. Nech pul? 1000 so'm. Sdachi ne надо? Sizdaqa molga chidagan menga ham qoyil. Uka, yaxshimisiz? Do'konda Wi-Fi bormi? Bu yerda internet yaxshi ishlamas ekan. Ha, bor aka. Iltimos, ashuni kodini bera olasizmi? Zarur bo'lib qoladi. Ha, albatta, kolbasa sotib oling. Bo'pti, 2 palka kolbasandan ber, yo'qsa.
Mana aka 150 ming bo'ldi. Voy, bitta Wi-Fi ga ulanish uchun 150 minglik kalbasa sotib oldim mana. Kodi necha? Kalbasa sotib oling. Erman qilsam, uka mana sotib oldim-ku kalbasa. Yo'q aka, Wi-Fi'mizni kodi kalbasa sotib oling. Bismillahirrohmanirrohim. Xudoyim bugun savdomiz xayrli qilgan. Alloh. Mana vatonimiz. Jinnimisan, yo'talib kelmaysanmi? Ha, aka qo'rqitdingizmi? Jinnimisan, nimadan qo'rqaman? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qana, biz eksperiment o'tkazdik-ku. Instagram nimaligini bilasizmi? Ha, bilaman. Qarang, necha pul bersam 24 soat Instagramga kirmaysiz. Necha pul bera olasiz? Mana 24 soat kirmasangiz 100 ming so'm pul beraman. Ana shuni 2 qilaylik, brat. Va siz ko'ndirish oson bo'lmaydi shekilli. Bo'pti, mana 200 ming so'm. Shular. 24 soat Instagramga kirmaysiz. Lavza? Ha. Qara, o'z telefon ishlatasizmi? Ha. Bitta ko'rsatingchi. Mana telefonim 24 soat kirmayman, xotirjam bo'ling. Assalomu alaykum aka. Mana ikkitasi necha pul? Va alaykum assalom. Kom ikkitasi 25 ming bo'ldi. Bo'ldi, paket bering. Bo'ldi, mana paket kom. Mana. Mana aka 25 ming bering. Bo'ldi kom. Mana 25 ming so'm. Kettiring aka, sog' bo'ling. Voy, voy! Oh, o'zim harfim. Va! Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Keling aka. Alo onam. Ha, 5 yillik kartochka. Bu? Ha. Shunday shu savdo ham pastida o'zim va yurib ketdi. 5 kilo sag'zi. O! 5 kilo sag'zi? 5 kilo yozammi? Ha, bular hammasini o'zing olgasizlar. Ha, bular shart emas-a? Salat tuzini olsam bo'ldi-ya. Ha, jumong nima gap? Nech pul bu? 8 ming. Biz 2 ming gani nasib olaman. Mensin Musoga aqlli. Mana 2 mingga birovni oldim. Shular, jumong.